Savol: kishi tamaki, sigareta savdosidan topgan pulini nima qilishi kerak? Shuningdek, agar boshqa haloldan topgan pullari ham bor bo'lib, aralashib ketgan bo'lsa, nima qilsin? Javob: Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Kimki harom narsalar savdosi nojoizligini bila turib, masalan, musiqa asboblari, behayo video yoki audio tasmalar va sigaretalar kabi narsalar sotib tirikchilik qilgan bo'lsa, so'ngra tavba qilsa, ushbu harom savdodan kelgan foydalarini sadaqa sifatida chiqarmaydi. Zero Alloh pokdir va faqat pok narsalarni qabul qiladi. Ammo bu pullarni haromdan qutulish maqsadida, ajr olish maqsadida emas, turli xayr ishlarga sarflashi kerak bo'ladi. Agar bu kabi harom pullar kishining boshqa halol pullari bilan aralashib ketgan bo'lsa, masalan, do'kon egasi joiz tovarlar bilan birga sigaret savdosi bilan ham shug'ullangan bo'lsa, u holda u o'z molidagi harom pullari miqdorini kuchi yetgancha chamalaydi va umumiy molimdan shuncha pulni ajratsam, molim haromdan tozalanadi degan miqdorini chiqaradi. Ya'ni yuqorida aytilganidek sadaqa sifatida emas, balki haromdan qutulish maqsadida turli xayr ishlarga sarflash uchun chiqaradi. Alloh taolo albatta u chiqargan miqdor o'rnini to'ldiradi. Zero u marhamati keng va karim zotdir. Qoida shuki, kimnidir haromdan topgan boyligi bo'lib, endi bundan tavba qilmoqchi bo'lsa, uning holati quyidagi ikki holatdan biri bo'ladi. Birinchisi, agar kishi haromdan tirikchilik qilgan vaqtida kofir bo'lsa, u holda tavba qilganida harom yo'l bilan topgan molini chiqarib tashlashi shart qilinmaydi. Chunki sahobalar islomni qabul qilganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ulardan haromdan topgan mollarini chiqarib tashlashni talab qilmaganlar. Ikkinchisi, agar u haromdan tirikchilik qilgan vaqtida musulmon bo'lgan va bunday tiriklik haromligini bilgan bo'lsa, tavba qilgan paytida umumiy mol-mulki orasidan haromdan kasb qilgan o'sha boyligini chiqarib tashlashi lozim bo'ladi. Vallohu a'lam.